mamlakatimizda aniqlangan bo'lsa-da, lekin biz buni vahima yoki qaysidir bir ma'nodagi shov-shuvli xabarlarga e'tibor bermasligimiz lozim. Chunki sog'lom turmush tarzi, qo'lni to'g'ri yuvish, to'g'ri ovqatlanish va shifokorlar bergan tavsiyalarga amal qilish. Bundan tashqari barchamiz kerak bo'lmagan yoki zaruriyat bo'lmagan holatlarda uyda bo'lishligimiz, ota-ona, oila bag'rida bo'lishligimiz mana shu infeksiyani mamlakatimizda tarqab ketmaslik oldini olishga qo'shgan bizning birgina hissamiz bo'ladi. Barchaga mana shu yuqorida aytilgan va Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan berilayotgan tavsiyalar, hukumatimiz qarorlari ijrosini amalga oshirish borasida har bir inson mana shunga mas'ulligini bildirgan holatda yo'l tutishlarini tilab qolamiz. Hurmatli yurtdoshlar, biz siz uchun ishda qoldik. Siz biz uchun uyda qoling.